Xabarlarga ko'ra, bu aniq rostmi, yolg'onmi bilmadim-u, lekin tahlil Elon Musk Tesla Pfone telefonini chiqarayotgan ekan. Starlinkdan primoy olar ekan. Starlink nima? Sputnik orqali Elon Musk qo'ygan internetni. Bu Tesla Pfone olsanglar, sim karta ham sotib olmaysizlar, Wi-Fi ga ham ulamaysizlar. Dunyoni hamma chekkasidan Sputnik orqali internet oladi tekinga. Telefonning narxi $750-800 bo'lishi kutilmoqda. Agar bunaqa bo'lsa, sim karta kerak emas bo'lsa, Wi-Fi ga tekin ulansa, ya'ni Starlinkka dunyoni har bir chekkasida ulanadigan bo'lsa, $750-800 bu telefon narxi uchun yaxshi. Yana batareykasi ham quyosh panellari orqali zaryadga oladi. Quyosh panellari orqali batareyka oladi. Tasavvur qilinglar, batareykasi ham tugamaydigan telefon, interneti ham cheksiz Starlinkka ulanadigan telefon chiqsa, iPhone'ni menimcha sindiradi $750-800 ga. Nima deysizlar sizlar? Xabar yoqqan bo'lsa like bosinglar.